Nipah virusidan ilk o'lim qayd etildi. Bemor bilan aloqada bo'lgan 35 kishi tibbiy kuzatuvga olingan. Ularning test natijalari manfiy chiqqan. Farg'onada janjal uyushtirmoqchi bo'lgan shaxslar qamaldi. Holat yuzasidan jami 11 nafar shaxsga nisbatan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirilib, hujjatlar sudga yuborilgan. Xitoyda bir cho'chqa 10 soatlik elektr uzilishiga sabab bo'ldi. Elektr energiyasini tiklash uchun 12 nafar mutaxassisdan iborat brigadaning deyarli 10 soat ishlashiga to'g'ri kelgan. Qirg'izistonda politsiya avtomobili ag'darilib ketdi. Avariyada Nivadagi 3 nafar militsiya xodimi jarohat olib shifoxonaga yotqizilgan. Tergov harakatlari olib borilmoqda. Rossiya Ukrainaning Qandolat omboriga hujum qildi. Hujum oqibatida katta yong'in kelib chiqqan. Fransiyada noma'lum shaxslar go'zallik saloniga granata tashladi. Portlash uyushtirganlar qochib ketgan. Hujum sabablari hozircha noma'lum. Har kuni sizdan yashirilayotgan voqealar bor. Ularni bilishga tayyormisiz? Unda Telegram kanalimizga ulaning. Havola profil shapkasida.